Bitta narsani bilaman, bir odam otasi, bir odamning otasi, bir yigitning otasi o'g'lini boshqa shaharga ma'lum bir, masalan, bir oyga deylik, safarga jo'natayotganda o'g'liga talab aytgan ekan: "Ey o'g'lim, singlingni ehtiyot qil" degan ekan. Singlisi, endi otaning qizi o'zi bilan qolyapti. O'g'il faqat o'zi yakka safar qilyapti. Biroq o'g'liga aytadiki, "O'g'lim, singlingni ehtiyot qil" degan. Hayron bo'ldi, otasi gapiga ko'pam tushunmasa, "Xo'p, otalik-ku, chiqib ketdi." Safarni qaytarib kelib, safarni tugatib qaytib kelgandan keyin o'g'lim: "Men senga nima degan edim, singlingni ehtiyot qil degan edim" desa, "Otajon, meni ketayotganda aytganingizni ham tushunmaganman, hozir ham tushunmadim. Singlim uyda qolgan bo'lsa, men safarda turib singlimni qanday ehtiyot qilaman" desa, tushuntirib bergan ekan. "O'g'lim, men senga bu gapni bekorga aytmadim. Safarda yurganingda o'g'il bolasan. Nomahram ayollarga qo'l uzatmagin. Nomahram ayolni beligini ushamagin. Unga ko'z olaydirmagin. Sen o'z nomahramga qo'l uzatsang, yoki ko'z olaydirsang, sening mahramlaringga Alloh taolo ortingda turgan mahramlarga boshqalarning ko'z olaydirib qo'yadi" degan. Sen ketding, hech vaqt bir olik suvni pulini olib kelib olgan keladigan bir bola bor edi. Har doim kirib pulni berganda men ko'p qizimni qo'liga, singlimni qo'liga berganman, olib berayotgan paytini qarab turganman. Hali bola betiga qaramasdan pulni ushlab olib ketgan paytlarni juda ko'p ko'rganman. Shunday qilardi. Bu safar borib pulni cho'zayotgan paytda qo'lidan bilegidan ushlab oldi qizimni degan. Bu seni kamchiliging deganda, otajon, haqiqatan men safarda bir ayol ko'zimga chiroyli ko'rinib ketdi, xuddi shunga o'xshagan muomalada men bilan ushlagan edim degan. Ana muhtaram azizlar, biz zino qilsak, biz nomahramga qarasak, bizni mahramlarimizga boshqa nomahramlarga qaratib ushlatib qo'yadi. Shuning uchun siz o'zingizni mahramlaringizga birorta odam tegmasin, buzmasin, tegmasin degan bo'lsangiz, siz boshqa nomahram ayollarga ko'z olmaysiz. Mana shu o'zi ijobga kifoya.